Assalomu alaykum obunachilar. Akalar, Arashan qo'ziqo'chqorlarimizdan yetib keldi mana. Soni 100 bosh keldi. Hozirda 21 dona. Qovani endi kelyapti akalar mana. 100 boshning barakasi bugun narxlari o'ta arzon bo'ladi akalar. Manzilimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'onda. Yo'lda bo'ylab qo'yamiz, obzor qilamiz bugun akalar. Qisir bolaga ajragan qisir sog'liqli akalar mana. Hammasi Hisor akasidan vohani qo'yib, mana bitta qo'chqorimiz bor, Lorenzo. Mana shu hammasi qisir bolaga ajragan ina qo'ylar. Yosh oyligi 6 tish, 8 tish. Narxlari 5.800 dan kami bor. Kelaverasizlar. Yemlagani qo'chqor so'rgan akalarimizga mana liqib ketgan qo'chqorlar, so'ygani ham, yemlagani ham bo'laveradi. Akalar, mana soni 10 tacha silos yeb turgan joyida narxlari 6.800 dan kami bor. Bu yerda 11 deb turgan sog'liqlar, ular 7 milliondan kam bor. Mana akalar, oxirgi partiyamizga Arashanda tozalari, Qirg'iziston Bishkekda Arashan qo'ziqo'chqorlari mana akalar. Mana dam olyapti. Jullari oldirilgan qolgan. Bugunga shularida akalar, like bosib qolamiz.